Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Angliya Premier Ligasining 27-turida Manchester City o'z muxlislari ko'z o'ngida Newcastle United futbolchilarini 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Muhim g'alabadan keyin Josep Guardiola shogirdlari liga peshqadami Arsenal bilan oradagi farqni 2 ochkoga qisqartirishga erishdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov tanaffusdan keyin Ruben Dias o'rniga maydonga tushib, Newcastlening tezkor va o'tkir hujumlarini qaytarishda jonbozlik ko'rsatdi. Uning tezligi va yakka kurashlardagi kuchli harakatlari Newcastlening hujumdagi tezligini to'xtatishda hal qiluvchi ahamiyatga kasb etdi. Abduqodirning jismoniy ko'rsatkichlari Newcastle singari tezkor qarshi hujum uyushtiradigan jamoalarga qarshi o'ynashda juda qo'l kelmoqda. Manchester City Angliya Premier Ligasidagi navbatdagi uchrashuvni 28-fevral kuni Leeds futbolchilariga qarshi safarda o'tkazadi. Turkiya Superligasining 23-turida Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev o'ynayotgan Istanbul Başakşehir jamoasi safarda Allianz Sport futbolchilari mehmoni bo'ldi. O'tgan turda o'z maydonida Beshiktoshdan alamli mag'lubiyatga uchragan istanbulliklar bu gal har tomonlama ustunligini namoyish qilishdi. Uchrashuvning 14-daqiqasida Başakşehirning germaniyalik legioneri David Zilke hisobni ochdi. Birinchi bo'lim oxirida katta sahnaga o'zbek futbolchilari chiqdi. 44-daqiqada Abbosbek Fayzullayevni raqib himoyachilari jarima maydonchasi ichida qo'pollik bilan to'xtatdi. Hakam penalti belgiladi. 11 metrlik belgidan Eldor Shomurodov zarba berdi va hisobdagi farqni yiriklashtirdi. Ikkinchi bo'limda mezbonlar bitta javob to'pini kiritishdi. Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevlar o'yinning ikkinchi yarmi o'rtalarigacha maydonda qolishdi va keyin zaxiraga olindi. Bu vaqt ichida ham hisobni o'zgartirish uchun ularda turli vaziyatlar bo'ldi. Biroq to'p darvoza to'riga tushmadi. Qiyin g'alabadan keyin Istanbul Başakşehir jamoasi jamg'argan ochkolar soni 36 taga yetdi va jamoa musobaqa jadvalida 6-o'rinda mustahkam o'rnashib olgan. Bu bahsda to'p kiritgan Shomurodov chempionatdagi 16-golini nishonladi va to'purlar poygasida o'zidan o'zib ketgan Trabzonspor forvardi Pol Onuachiga yetib oldi.